أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bo'lsa Allamatul Akhdari rahimahulloh yozgan Sullamul Munawraq degan bu manzumaning sharhi, Allamatud Damanhuri rahimahulloh yozgan Idahul Mubham li Ma'anis Sullam degan bu kitobning Faslun fit tanaqud degan yerga keldik. Faslun fit tanaqud. Endi buniki asosiy istidlal. Bu fasl asli fil istidlal. Delil tutuş haqidagi bir fasl. Bu istidlal ikkiga bo'linadi. Biri tanaqud, yani bir aks. Tanaqud degan bir cümledeki masalan Zaydun qaimun, Zaydun laysa bi qaimin degan tanaqud. Endi bizde aks deb yana bir aksda mahmul bilan mavdu almış. Zaydun qaimun, ma Zaydun akhuka, akhuka Zaydun. Zaydun akhuka, akhuka Zaydun desem aks bo'ladi. Tushunarlimi? Endi aksni buningki darsda deymiz. Demek bu ikki xil cümle, bu cümledeki ikki xil munosabat. Bir tanaqud munosabati, yana bir aks munosabati. Xo'sh, endi bu tanaqud deydi. An-naqidan la yajtami'an va la yartafi'an. An-naqidan la yajtami'an va la yartafi'an. Xo'sh, tanaqud meselesini endi biz ikki qadiyada yuz beradi. İki qadiya. Zaydun qaimun qadiya shaxsiya. Zaydun laysa bi qaimin qadiya shaxsiya. Tushunarlimi? Bu shu tanaqud deb ataladi. Endi tanaqudun xulful qadiyatayn fi kayfin wa sidqu wahidin amrun qufi. Xo'sh, tanaqud degan xulful qadiyatayn, ikki qadiyaning, ya'ni ixtilaful qadiyatayn degan bo'ladi. Ikki qadiyaning qarama-qarshi bo'lishi. Ikki qadiyaning qarama-qarshi bo'lishi fi kayfin, bir kayfda, tushunarlimi? Fi kayfin, bir holatda. Ya'ni fi kayfin degan gapni mishada biz vahdatus saman, 8 birlik deb birlik bor, 8 birlik. Bu 8 narsada o'xshash bo'lganda tanaqud kelib chiqadi. 8 narsada. Biri mahmul, mavdu'da o'xshash bo'lish kerak. Mavdu'. Mahmul. Zaydun qaimun. Zaydun laysa bi qaimin o'xshash. Uni keyindan zamonda o'xshash bo'lish kerak. Zaydun qaimun zaman fin nahar, Zaydun laysa bi qaimin fin nahar bo'lish kerak. Agar Zaydun qaimun fin nahar, Zaydun laysa bi qaimin fil layl laqasa tanaqud kelib chiqmaydi. Makonda o'xshash bo'lish kerak. Makonda birlik bo'lish kerak. Vahdatul makan. Ya'ni Zaydun qaimun, Zaydun jalisun fil bayt, Zaydun laysa bi jalisin fil bayt bo'lish kerak. Ya fil xarij deb qolsa tanaqud bo'lmaydi. Uningkin shartda bir bo'lish kerak masalan. Shartda bir bo'lsa masalan, shartda bir bo'lg'ini Zaydun najihun, Zaydun laysa bi najihin. Zaydun najihun desak, yani Zaydun najihun in ijtahad. Zaydun laysa bi najihin illa tajtahid bo'lsa bo'lmaydi. Çok men ijtihad bo'lish kerak. Tushunarlimi? In ijtihad bo'lish kerak. Undan keyin fi'lda bir bo'lish kerak, fi'lda bir bo'lish kerak, quvvatda bir bo'lish kerak. Ya'ni vahdatul fi'l, vahdatul quvva. Endi fi'l quvva degan nima? Desanglar, ilm mantiqdagi fi'l deb bir narsa va quvvat deb bir narsa bor. Fi'l degan bir narsaning hozirgi holati. Hozirgi amaliyoti bor holati. Masalan, mavu kasa, stakan. Stakan mavu fi'l, bil fi'l. Yani mevcudun bil fi'l. Bir rakamında var. Lakin bu kasa arqılıq, bu kasada ben su içələyəm. Bu kasada ben su içələyəm desem mavu bil quvva. Şuna mı? Mesela bir dakik, bu mevcudun bil fi'l. Bir rakamında halatı var. Ama bu undan nan yakılı buludu. Bu undan nan yakılıdı desem mevcudun bil quvva. Şuna mı? Bir narsadan yana bir narsaning bo'lishi quvva. Buning ikkisidagi o'rtasidagi aloqa harakat deb ataladi. Anladın? Mesela meni, nutfa mevcudun bil fi'l. Lekin insan nutfadan paydo bo'ladi. İnsan nima mevcudun bil quvva, nimaga nisbatan? Nutfaga nisbatan. Tushunarlimi gapni? Ham demak, bu shuni ikki qadiya ya bil fi'lda o'xshash bo'lish kerak va ikki quvvat yoki quvvatda o'xshash bo'lish kerak. Ayda vahda bo'lganda unga nima bo'ladi? Tanaqud kelib chiqadi. Endi
Ve sidqu vahidin emrun kufi. Emdi bir yerde şart var. Muşunda 8 tane birlik, 8 birlik birleşip payda bo'lgan tanaquzda şart nima? Ve sidqu vahidin emrun kufi deydi. Şu ikki qadiyaning birisining rast bo'lishi, to'g'ri bo'lishi emrun kufi degan ergishilgan bir ishdir. Ya'ni bütün mantiqshunoslar ergashgan ishdir. Birisi to'g'ri bo'lishi kerak, birisi yolg'on. Birisi rast, birisi yolg'on. Leysun nima? Zeydun qaimun rast. Zeydun leyse bi qaimin yolg'on. Yoki Zeydun leyse bi qaimin ras, ya Zeydun bi qaimin nima ras. Chuqum birisi ras, birisi yolg'on bo'lishi kerak. Tushunarmi? Ikki narsa so'z bo'lmaydi. Mush ikki birisi yolg'on, birisi ras bo'lganda buni nima bo'ladi? Bu tanaqud bo'ladi. Tushunarmi? Ba'zi masalalar bor. Mumkin ikkinisi yolg'on bo'lmaydi, ikkinisi so'zishi mumkin. Ba'zi masalalar. Anladin? Tushunarmi? Zeyd, masalan, Zeydun qaimun, leysa naimun desam, ikkinisi ras. Tushunarmi? Shunday. فإن تكن شخصية أو مهملة أم أجر بجملة شخصية بوسا مهملة بوسا فنقضها بالكيف أن تبدله أم دسلك شخصية مهملة يعني بعض القداس يكتبون أمنا يعني 18 yapalım 16 yapalım bize tört yan yaklaşıp Türkiye gelgendik ama qadiyan kaçı bölgenedik yığıncaklar Türkiye bölgenedik qadiya şahsiye kulliye iki olma kendinden muhmele musavvara Tushunarmi? Mungkin mujiba saliba deb 2. Mungkin kulliya juz'iyya deb 2 8 oldu. Shunday bo'ldimi? Uni keyin bu 8 ni hammani bir yig'ib kelsak 16 ga borganligini deb bergan edim. Hammasi birini mujiba shaklida, birini saliba shaklida yig'ib chiqsam, hammasi 16 ga borganligini, 8 da to'xtaganligini degan edim. Bir adam 4 ni deb beramiz. Fa in takun shakhsiyatan aw muhmala, ya'ni bu qadiyya şahsiye bo'lsa yoki muhmala bo'lsa. Masalan, Zeydun qaimun degan shaxsiya masalan. Aw muhmala yoki al-insanu hayvonun notiq deganday muhmala bo'lsa, fa naqduha amd uni naqd fa naqduha bil kayfi an tubaddila. Amd bu shu shaxsiya yoki muhmala bo'lgan shu qadiyani naqd qilish degan gap, uning qarshi karşılaştırış. Bunun karşısını keltiriş bil keyfi en tubeddile. Keyf bilen buludu. Fakat keyf. Bizde keyf de bir nasıl var? Kem de bir nasıl var? Bizde keyf de bir nasıl var? Kem de bir nasıl var? Keyf degen nima desanlar? Bir narsaning ne bo'lishi? Ya mujab bo'lishi ya salab bo'lishi. İcab bo'lishi, buluşluk bo'lishi yoki buluşsiz bo'lishi. Zeydun qaimun, Zeydun leyse bir qaimin deganimiz keyf. Tushunarmi? Ya'ni holatdagi bo'lgan Zeydning holati. Zeyd urtiruvchi yoki urtiruvchi emas degan gapimiz Zeydning holatini bayon qildida, shu fanaqduha bil keyf. Faqat lam holat bilan bo'ladi. Ve in takun mahsuratan bis suri fanqud bi diddi suriha al mazkuri. Am agar qadiya musawwara bo'lsa-da, kulliya musawwara bo'lsa, ya'ni kul ba'd degandek sur bo'lsa, sur bilan mahsur qilingan bo'lsa, fanqud bi diddi suriha al mazkuri. Uning osh mazkur surining diddi qarshi bilan uningga qarshi qadiya keltirgan. Masalan, 5-tikida fa in takun shakhsiyya va muhmala, masalan Zeydun qaimun bo'lsa yoki al-inson hayvon notiq bo'lsa, fa naqduha buniki qarshi keyf bilan bo'ladi. Ya'ni Zeydun qaimun, Zeydun laysa bi qaimin. Ana keyindan muhmala bo'lsa, masalan insanu hayvonun al-insanu hayvonun notiq bo'lsa, al-insanu laysa bi hayvonun notiq. Shunda bo'ladi masalan. Va in takun mahsuratan, agar sur bo'lsa-da, sur degan gap masalan kullul insani hayvonun notiq bo'lsa, fanqud bi diddi suriha. Shu surning ziddi bilan qarshi keladi. Buni qarshisiga aytmoqchi bo'lsam, ba'dul insani laysa bi hayvonun notiq. Kullul insan hayvan natıqniki qarshi ba'dul insan laysa bi hayvanin natiq. Tushunarmi? Ba'dul insan bunda keladi. Fa in takun mujabatan kulliyya naqiduha salibatun juz'iyya. Amda agar qadiya mujaba kulliya bo'lsa, ya'ni mujaba saliba emas, kulliya juz'iyya emas. Masalan, kullu hayvanin natiq. Yani kullu insanin hayvanun natiq desa, masalan ya kullu insanin hayvan dedik. Kullu insanin hayvan bo'lsa,
Naqiduha bunun karşısında buludu. Salibe cüz'iyye. Ba'dul insani leyse bi hayvan buludu. Ba'dul insan leyse bi hayvan. Ve in tekun salibeten kulliye naqiduha mucebeten cüz'iyye. Ama eğer kadiye salibe kulliye olsa. Salibe kulliye yani. Leyse la şey'e minel insani hayvan. La şey'e minel insani hayvan da gelse bunun karşısı mucebe cüz'iyye buludu. Mucebe cüz'iyye yani ba'dul insani hayvan. La şey'e minel insani hayvan, ba'dul insani hayvan. Der çıkıldı. Ekul, mesela dedik ki demen ki et-tenakud hükmun min ahkamil kadaya kel aks. Yani tanakuz degen kadayanın hükümlerinin bolan bir hüküm, o aksga okşaş. Aksi düşendiniz, aks degen mahmulning mavdu bo'lishi, mavduning mahmul bo'lishi. Allahu rabbuna, rabbuna Allah. Zeydun ahuka Zeydun degan aks bo'ladi. Tanakuz degen bu şu qadayan ahkamlarının biri. Aksga okşaş. Aks bu qadayan ahkamlarının biri. Tanakuz bu qadayan ahkamlarının biri. Zekerahumul musannifu, bunu musannif rahimahullah bu işe ihtiyaç düşkenlik için zikir kıldı. Ve ma'na tanakudun manisi fil aslida thubut şey'i ve selbu. Bir narsenin sabit buluşu yakuniki inkar, nefi buluşu. Ke Zeydun ve la Zeydun digendek. Zeyd emas digendek. Yani Zeydun katibun ve Zeydun leyse bir katib digendek. Ma Zeydun ve la Zeydun digene mufrad. Zeydun katib ve Zeydun leyse bir katib digene qadiye. Ve ma'nahu huna bunun emdi biyadikime tanakudun müşahede irade kılınan islahi manisi ihtilafu kadiyeteyni bil icabi ve selb. İki kadiyanın icab selb bilen ihtilaf buluşu. Bihaythu tasduku ihdahuma ve tekzibul ukhra. Yani o ikisinin biri doğru buludu, yani biri yalgan buludu. Biri rast buludu, yani biri yalgan buludu. Feharaca bi ihtilafil kadiye. Bizden mavu ihtilafil kadiyeteyn diyen mavu sözümüz ile ihtilafil mufredeyn. Mufred Zeydun la Zeyd degandek mufred çıkıp gidiyordu. Ve bil icab ve selb bizning icab selb degan sözümüz bilan el muabbar anhu indahum bil kayf. Icab selb degan manatiqinin istilahida bil kayf deb iborat söyledi. Kayf. Kayf degani mazmuni gap bilamsizlar? Icab selb degan. Yani cümlenin ya buluşluq ya buluşsiz buluşu. Anladınız? Zeydun qaimun leyse bi qaimin degan gap. Bu şunu kayf deb ataydı. El ihtilafu bil kemmil muabbali anhu indahum bil kulliyeti ve cüz'iye. Hem külliye, cüz'iye manatıqının qısqarışında kem bilen ibaret söyledi. Kem miqdar. Qanchalik degan söz. Şunu anlama. Bu parça bütünlüğü işletildi. Külliye, bütünlük, cüz'iye, cüz'ilik, parçalık. Parçalık bütünlükке kem keltirildi. Qanchalik gina va degan gapga. Keyf degan holat endi bu. Yani qanday holat ekan buludu, bo'lmaydi, keyf deb iborat söyledi. Kullu insanin hayvan ve ba'dul insani hayvan degan o'xshash. Xo'sh. Va bihaythu amna va haythu tasduqu ihdahuma va takzibul ukhra degan gap bilan, yani uch kishining biri rost bo'ladi, yana biri yolg'on bo'ladi degan gap bilan qavluna Zeydun fadilun, Zeydun laysa bi fasiqin degan gapni chiqib ketadi. Demak, qanday ittifaqihima ala sidq. Har ikkinisi rost bo'ladi. Zeydun fadilun va Zeydun laysa bi fasiqin degan har ikkinisi rost. Rostlikda ittifoq kelgan. Misalu man tabaqa alayhi ta'riful musannif. Musannifning ta'rifi uygun kelgan misal Zeydun alimun, Zeydun leyse bi alimin. Zeydun alim, Zeydun leyse bi alim. Zeyd alim, Zeyd alim emas. Bu şu degani ma tanaqud deb ataladi. Ve hada bin nisbati li g'ayril musawwara. Amma bu qadiya g'ayr musawwaraga nisbatan shunday. Qadiya shaxsiyya mana deydik masalan. Qadiya muhmalaga nisbatan masalan. Amma qadiya musawwara kullu ba'du kelgan qadiya musawwara fala budda min al-ikhtilaf fil kammi aydan. Bununda chuqum kamdimi ham muxtalif bo'lish kerak. Kamdimi ham qarama-qarshilik bo'lish kerak. Nimada faqat Zeydun qaimun, Zeydun laysa bi qaimin bo'lsa bo'ldi. Qadiya shaxsiyada. Ammo qadiya musawwara, qadiya kulliya musawwarada kamdimi ham bo'lish kerak. Nimada kayfdan bo'lish kerak. Laysa degan gap ham bo'lish kerak. Uni keyindan kam farq futurlik degan masaladan bo'lish kerak. Al-misal at-tanaqud fil qadaya al-arba'a mutat qadiyadiki tanaqudning misali ala ma dhahaba ilayhi al-musannif bag'an. Mutat qadiya deganimiz qolsa qadiya shaxsiyya, qadiya kulliya, qadiya muhmala, qadiya musawwara. Mutat qadiya. Fi shakhsiyada Zeydun katibun, Zeydun laysa bi katib masalan ma huwa. Wa fi muhmalada al-insanu hayawan, al-insanu laysa bi hayawan. Huwa tanaqud. Ve fil kulliye başkası keyif bilen bodayna. Hemisi insan hayvan, el insan ise bir hayvan. Hemisi keyif bilen bod. Meğer kem yok. Zeydun kem yok. Şu normal. Ve fil kulliye, kulliyede kullu insanin hayvan, ba'dul insani ise bir hayvan. Meğer kul cüz meselesi var. Kullu insan.
Her bir insan hayvan degandikin bunun qarama-qarshisini bo'lgan tabiilam kulliyaning kulliya musavvaraniki naqidisi nima juz'iyya kulliya musavvara mujabaniki naqidisi juz'iyya musavvara saliba bo'ladi. Ba'dul insani laysa bi hayavan degandek. Va fil juz'iyyada masalan ba'dul insani hayvan deb kelsa buning naqidisi bo'ladi la shay'a min al insani hayvan. Ya'ni juz'iyya musavvara mujabaning naqidisini bo'ladi kulliya musavvara saliba bo'ladi. La shay'a min al insani hayvan. Yani walakin alladhi yadullu alayhi amma yadullu alayhi kalamuhu al-ati musannifning tuvandagi kalami dalolat qilgan ma'no bo'lsa min anna al-muhmalata fi quvvati al-juz'iyya. Yani qadiya muhmala juz'iyyaning quvvatidadir. Yuwafiqu qawla ghayrihi min al-muhaqqiqin. Ma so'z muhaqqiqlarning undan boshqa muhaqqiqlarning so'ziga muvofiq keladi. Yani qadiya juz'iyya bilan nima? Qadiya muhmala bilan qadiya shaxsiyya yoki qadiya muhmala bilan qadiya juz'iyya o'xshash. Naqidisi o'xshash bo'ladi deydi. Inna naqidal muhmalati saliba kulliya. Masalan, muhmala, qadiya muhmalaniki masalan al-insanu hayvon degan so'z. Al-insanu hayvon desak, bu nima qadiya muhmalama? Buning naqidisi saliba kulliya bo'ladi. Saliba kulliya. Al-insanu hayvon desam, asli qanday bo'lish kerak? Al-insanu laysa bi hayvon bo'lish kerak nima? Lekin bu saliba kulliya bo'ladi. La shay'a min al-insani hayvon bo'lish kerak. Fa naqidul insan masalan, naqidul insan insonning naqidisi hayvon. Naqidul insan hayvon. La shay'a masalan fanaqidu al-insan hayvan. Al-insanu hayvan degan so'z muhmalama. Buni qarshi la shay'a min al-insani bi hayvan degan bo'ladi. Fatakunu al-muhmala, unda muhmala dakhilatan fil musawwarati bis-sur al-juz'i. Unda kim qadiya muhmala qadiya musawwara juz'iyyaning ichiga kirib ketgan bo'ladi. Ikkisi bir. Ikkisining naqidisi bir. Wa'lam anna at-tanaqud shuni bilginki tanaqud qarama-qarshilik la yatahaqqaqu bil qadiyya bayna al-qadiyatayn illa ma'a ittifaqihima fi wahdatin thaman. Ya'ni ikki qadiyaning orasidagi qarama-qarshilik faqat mush ikki qadiyaning 8 birlikda ittifoq birlikka kelishi bilan undan nima tahqiq topadi. Mavjud keladi. Reallik chiqadi. Masalan, ro'yobga chiqadi. 8 birlik emaslik deb berdim. Biri mavduda birlik bo'lish, mahmudda birlik bo'lish, zamonda birlik bo'lish, makonda birlik bo'lish, shartda birlik bo'lish, fe'lda birlik bo'lish, undan keyin quvvatda birlik bo'lish. Bu hammasi birlik bo'lganda undan keyin chiqalaydi, qarama-qarshilik maydonga keladi. Mazkuratun fil mutawwalat, bu mutawwalatlarda zikr qilinguchidir. Tarji'u ila wahdatin wahida. Bu hammasi birlik qaytadi, birlikka qaytadi. Va u birlik bo'lsa ittihadun nisbatil hukmiyya, degan hukmga oid nisbatning bir bo'lishidir. Fatalakhasa anna shu xulosalandiki an qadiyatayn shakhsiyatayn, shaxsiy bo'lgan ikki qadiya tanaquduhuma yatahaqqaqu bu ikki qadiyaning tanaquzi qarama-qarshiligi yatahaqqaqu bil ixtilafi fil kayf. Ya'ni kayfda degan ijob salb. Kayfi ijob salbda muxtalif bo'lish bilan tahqiq topadi. Mal ittifoq bil wahdat 8 wahdatda 8 birlikda birlik kelish bilan. Va anal musawwaratayn endi qadiya musawwara bo'lsa, ikki musawwaratayn yatahaqqaqu tanaqudu bu ikkisining qarama-qarshiligi bi ixtilafin fil kayf val kam. Kayfda muxtalif bo'lish bilan, ya'ni ijob salbda muxtalif bo'lish bilan va kam degan gap kulliya juz'iy. Kulliylik va juz'iylikda muxtalif bo'lish. Kam degan nima? Kulliylik, juz'iylik kam. Kulliylik va juz'iylikda muxtalif bo'lish bilan tahqiq topadi va ma'al ittifoq bima zikr. 8 vahdatda birlik kelish bilan birga. Vallohu ta'ala a'la va a'lam va oxir davona alhamdulillahi robbil alamin.